Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Bugun sizlarga kecha ochilgan sell, buy va sell bitimlar to'g'risida qisqacha ma'lumot bermoqchi edim. Nima uchun sell olindi, nima uchun buy olindi, hammasini sizlarga qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Demak, kechagi kunni buydan boshlasak, ya'ni kecha buy bitim bor edi bizada va sell bor edi. Hammasini qisqacha batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Demak, bu bizada kechagi kunimiz, ya'ni mana bizada 13 yanvar, ya'ni seshanba kuni narx Aziya sessiyasida bizada mana bu yerda ochildi. Ya'ni ochilishi bilan qarang, narx bizada har doim biz likvidnessga qarashimiz kerak. Ya'ni likvidness narx uchun bu benzin. Likvidness narx uchun juda ham muhim bir narsaki, narx har doim likvidness orqasidan yurishga harakat qiladi. Ya'ni biz ko'ryapmiz, ya'ni bizada dushanba kuni mana bu yoqda ochuv qolib ketgan maksimumimiz bor. Mana ochuv qolib ketgan maksimumimiz bor. Bu bizani oldingi kun maksimum hisoblanadi. Bu bizada seshanba kun, bu bizada dushanba kun maksimum. Va yana dushanba kun minimumi bor bizada. Bu aziyatskiy minimum hisoblanadi. Biz uni ham belgilab qo'yamiz. Ya'ni narx hozir bizada oldingi kun maksimumi va oldingi kun minimumi orasida savdo qilmoqda va Aziya ochilishi bilan, ya'ni seshanba kuni bizada yangi kun ochilishi bilan bizada narx otilib ketdi mana bu yoqqa. Aziya maksimumi hosil bo'ldi. Biz keyin mana bu tushishni boshladik. Qaranglar. Demak, biz mana bu yerda nima qilyapmiz? Narx mana bu yerda otilgandan keyin mana shu chap tomonda qolib ketgan highni biz olyapmiz. Ya'ni mana bu yerda highni olgandan keyin bizga yana likvidness kerak. Qani bizda likvidness? Likvidnessimiz mana bu ichki minimum hisoblanadi. Narx kelib shu likvidness olyapti. Ahamiyat beringlar. Narx kelib likvidness olyapti bu yoqdan, pastga tushib likvidness olyapti bu tarafdan. Endi bu tarafdan likvidness olganimizdan keyin narx haqqa ketyapti. Yana tepadagi ochuv qolib ketgan likvidnessni olishga harakat qilyapti. Bu yoqda kelganimizda, mana shu joyga kelganda qaranglar, mana bu yerda уровень, ya'ni уровень bilan ishlaydigan treyderlar agarda buni chapga suradigan bo'lsak, qaranglar, ahamiyat beringlar, bizda bu yerda уровень поддержки bor. Ya'ni mana shu joyda ham savdo narx kelganda bu yerda ko'pchilik sellga kirishni boshladi. Ya'ni Aziya sessiyasida ertalab soat 8da уже savdoga kirib mana bu yerda sellga olishni boshladi. Ularning stoplari qayerda turadi? Ularning stoplari aynan mana shu уровень tepasida turadi. Chunki ko'pchilik o'ylaydi, bu texnический уровень, bu уровеньni narx himoya qiladi, hokazo. Demak, narx mana bu yerda ozgina yurib beryapti va mana bu yerda aynan mana shu likvidness, ya'ni bu biz uchun equal high, bir xil turgan maksimumlarni biz olyapmiz. Ya'ni biz bu yoqda likvidness olganimizdan keyin kuchli bir bizada pastga sellga switch hosil bo'ldi. Va narx nima qilyapti? Yana mana shu yerda qolib ketgan likvidnessni biz уже oldik. Mana ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bir xil harakat bo'lyapti. Ya'ni bir xil manipulyatsiya qilyapti narx, ya'ni narx likvidness bu yoqda pastga tushib, ahamiyat bersanglar, bu ham bekorga bu yoqqa pastga tushmadi. Mana bu yerda ochuv qolib ketgan. Oldingi kun, ya'ni dushanba kun London minimumi olinyapti bu yoqda, ya'ni likvidness olindi. Narx tepaga chiqib likvidness oldi, yana pastga tushib likvidness oldi, yana tepaga chiqib likvidness oldi. To есть likvidness olish nimada, maqsadi nima? Aynan mana shu zonaning tagida stop losslar turadi. Aynan buni tepasida stoplar, buni tepasida stoplar. Mana bu har bitta maksimum va minimum tepasida yoki pastida ular treyderlar stoplar joylashtiradi. Narx uchun, ya'ni krupniy kapital uchun o'sha oddiy treyderlarning stoplari juda muhim. Nima uchun? Chunki narx o'zini maqsadiga, ya'ni A nuqtadan B nuqtagacha narxni yetkazish uchun
aynan oddiy retail treyderlarni stoplari muhim. Buni man oldingi videoda likvidность to'g'risida berilgan videoda hammasini tushuntirganman. Demak, bizada hozir mana likvidность bilan biz уже bu yoqda ishlab bo'ldik. Bizada anaqa ochildi. London ochilyapti. Mana bu high уже oldinlik pre-high, ya'ni bir xil maksimumlarni olgan maksimum aynan mana bu minimumni уже olganimizdan keyin bu уже likvidностьga aylanadi. Ya'ni bizda hozir mana bu highimiz уже ochuv likvidность narx uchun bir qiziq bir magnit sifatida ahamiyat bersanglar, biz pastga dushanba kuni tushayotganimizda mana bu bitta bizda также mana bu bitta narx bundoq kelyapti. Impuls korreksiya, mana impuls korreksiya, полный mana shu yerda impuls, mana korreksiya. Mana biza impuls korreksiya mana bunda tushyapmiz. Ya'ni bizda hozir mana bu high olindi. Ahamiyat bersanglar, bizda также mana bu bitta ochuv qolib ketgan highlarimiz bor. Bu nima degani? Buni mana shunaqa highlarni biz ko'rganimizdan keyin biz уже nimani ko'rishimiz mumkin? Ya'ni mana bu highlarni tepasida, bu highlardan tashqari bizda также sellga kirgan treyderlarni stopi bor. Qayerda sellga kiradi treyderlar? Aynan mana bu trendoviy liniyani proboyida ko'pchilik sellga kiradi. Stopni kimdir bu yoqqa agressivni qo'yadi. Kimdir konservativniy stoplarni mana bu maksimumlarning tepasiga qo'yadi. Kimdir bu yoqqa qo'yishi mumkin. Xullas, mana bu zona bizda aynan stop losslar zonasi hisoblanadi. Chunki bizda bitta aynan mana bu maksimum bilan ishlamagan narx bor. Ya'ni narx bizda aynan mana shu tartibda kelyapti. Ahamiyat beringlar, mana shu tartibda biza mana pastga tushdik. Ya'ni mana bitta mana shu joyda narx bizda bu highni olmagan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni mana biz bitta likvidность bilan ishlamasdan pastga tushib ketdik. Agarda biz bitta mana shu holat bo'lsa, bizda соответственно уже bitta likvid bilan ishlab bo'lgan bo'ladi va bu zona biz uchun keyinchalik qanaqadir bir zona остановки bo'ladi. Lekin hozirgi momentda bizda unaqa emas. Bizda narx bitta konkret bir likvidностьlarni qoldirib ketyapti. Narx uchun o'sha likvidность juda muhim bo'ladi. Ya'ni buni уже mo'ljal qilib narx o'ziga qoldiradi. Ya'ni yangiliklar chiqqan paytda narx aynan mana shu ochiq qolib ketgan likvidностьlarni olishga harakat qiladi. Demak, mana biz уже bu yerda ko'ryapmiz. Bizda nima bor? Frankfurt sessiya bor mana bu yerda. Frankfurt bizda уже Aziyani minimumini olmasdan tepaga ketyapti. Endi qaranglar, bu yerda bitta narsa juda muhim. Narx bizda bitta kuchli bir impuls bilan tushdik. Keyin mana bu yerda bizda impuls bor, mana bu yerda bizda kichkina korreksiya bor, yana bir impuls bor va mana bu yerda narx также ichki likvidность bilan ishlab tepaga ko'tarilyapti. То есть biz uchun aynan mana bu likvidность bilan ishlagan svicha order blokka aylanadi va biz bu blokka kelib test qildik. Aziya payti, ya'ni Toshkent vaqtida soat 15:00 da bu yerda bizda test bo'lyapti va narx tepaga ko'tarilishi boshlayapti. Ya'ni mana biz bu yerda ham xuddi shu situatsiya. Ya'ni qaranglar, mana bunga o'xshagan holat bor. Bu yerda ham xuddi shu holat bor. Ya'ni bu yerda mana bu highni tepasida sellga kirgan treyderlarni stopi bor. Kim sellga kiradi? Mana bunaqa situatsiyada sellga kirgan treyderlar bor. Trendoviy liniya bilan ishlaydigan treyderlar buni juda ham yaxshi bilishadi. To есть mana hozir biz уже ko'ryapmiz. Bizda pastdagi likvidlar bilan narx ishlab kelyapti. To'g'ri, mana bu yerda ham bizda likvidность bor, lekin mana bu minimum. Bizda уже fair value gap, M15 fair value gap ichiga kirib bizga test beryapti. Keyin bu svicha bizga order blokka aylanayapti. Biz bu yoqqa kelib tushdik.
mana bu switch ham также likvidность olyapti, ahamiyat bersanglar va narx ko'tarilib, mana bu tigi order blok bizda ochiq qoldi. Shu order blokka kelib biz mana shu yerda test beryapmizda va ko'tarilishni boshlaydi. To есть mana men sizlarga hozir narx nima qoldirib ketayotgan zonalarni va ishlagan zonalarni hammasini ko'rsatib tushuntirib beryapman. То есть biz уже mana hozir Aziya sessiyasi soat 16:45, demak kechki payt soat 18:30 18:30 shu zonani keling belgilab qo'yaylik. Bizda CPI yangiliklari chiqadi. Bu yerda biz уже kichkina M1 time frame ga o'tishimiz mumkin. Va bu yerda yana ko'rishimiz kerak, nima narx qoldirib ketyapti, qanaqa zonalar biz uchun ochiq turibdi, qaysi zonalarimiz bizda test bo'lgan, qaysi biri test bo'lmagan. Yana qaytyapmiz bu yoqqa. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu bizda o'sha boya aytgan order blok. То есть biz bu yoqqa tushib mana blokka M15 blokiga ichida likvidность olamiz. То есть mana likvidность oldik bu yoqda. Likvidность olganimizdan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu qora switcher bizda bor. Mana ahamiyat beringlar, mana bu qora switcher. Bu qora switcher как раз bizda o'sha chap tomondagi likvidностьni olib va narx kelib shu qora switcherni biz kelib tepasida mana tana bilan yopildik. То есть mana kelib test qilyapmiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizda bu yerda impuls bor, bu yerda korreksiya bor, и bu yerda yana impulsimiz bor. То есть данный момент mana bu korreksiya полный biz uchun qiziq bo'ladi. Va ahamiyat bergan bo'lsanglar, именно shu zonaga Frankfurt sessiyasi mana bu pushti rang kvadrat, bu bizda kunduzi soat 12 dan 1 gacha belgilangan. Bizani indikator sessiyada biz bu yerda ko'ryapmiz, что bizda nima qilyapti narx kelib birinchidan o'zini ichki likvidностini olyapti, ichki minimumni ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu bizda bu yerda ham minimumimiz bor ekan. То есть biz kelib likvidность bilan ishlayapmiz va qo'shimchasiga mana shu zonani biz test qildik va ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bizda narx kelyapti, impuls, bu yerda mana korreksiya, mana impuls, biz mana tepaga chiqib ketyapmiz, to'g'rimi? Bu bizda M15 order blok boya men belgilaganim. Endi ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana qaranglar. Hozir men sizlarga bitta fishkani tushuntirib beraman. Buni menimcha hech kim tushuntirmasa kerak. Men buni olib qo'yay, sizlarga ko'rinmayapti. Mana qaranglar, narx kelib bizda aynan mana shu sell to buy harakat deyiladi. Ya'ni narx mana shu yerda birinchi sotgan, keyin buy qilib olgan. Mana bu harakat London ochilishida, London soat 1 da ochilyapti. London ochilishi bilan mana bu harakat aynan mana bu korreksiyani ichiga biz tushdik. Ya'ni biz test qildik shu zonani. Plus aynan mana bu impuls ichida bizda M1 fair value gapimiz bor. Ya'ni biz kelib shu zonani test qildik va shu zonadan narx tepaga chiqib ketyapti. Xo'p, bu yerda yana bitta qiziq narsa bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, men sizlarga hozir ko'rsataman. Qaranglar. Mana bizda bu harakat, mana bu switcher. Aynan mana bu fair value gapdan biz уже test oldik, narx tepaga ketdi. Lekin mana bu yerda bizda konkret bitta M1 order blokimiz qolib ketgan. Mana ko'rasizlarmi? То есть mana bu switcher likvid bilan ishlagan switcher, mana ichki switcher bilan likvidность olinyapti. Fair value gap bor, slom struktura bor, ya'ni order blok uchun 3 ta asosiy shartimiz bajarilgan va mana bu order blok biz uchun M1 order blok hisoblanadi. Agarda shu zonaga narx keladigan bo'lsa, biz bundan bemalol buy olishimiz mumkin. Nima uchun? Yana bir bor tushuntiraman. Chunki undan oldin hamma zonalarimiz уже narx kelib ishlab bo'lgan, ya'ni test qilib olgan. Единственный bizda mana shu joy ochiq qoldi. Bu zonani biz o'zimiz shu zonani belgilab qo'yamiz o'zimiz uchun.
Mana bu bizada M1 order blok bor. Undan keyin qaranglar, yana bu bizada уже M1 time frame. Bu ikkita maksimum biz uchun likvidniy, ya'ni likvidность qoldirib ketgan haylar. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bitta ham xuddi shu. Mana bu hay ham biz uchun likvidность hisoblanadi. То есть bu haylarning tepasida bizada также sellga kirgan, mana bu harakat, sellchilarni harakati, buni tepasida bizada stoplar bor. Narx kelyapti, bizada также bu yoqda likvidность hosil bo'lyapti. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bizada likvidностьimiz bor. Mana, ya'ni narx mana shunaqa sun'iy, искусственный likvidность hosil qiladi. Ya'ni biz shu zonaga pastga tushadigan bo'lsak, mana shu zonada biza уже buy olishga harakat qilishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkinki, narx nima qilib beryapti. Narx yangilikdan oldin kelyapti. Mana bu bizada likvidность, ya'ni mana bu yerda bizada trendoviy liniya. Bu yerda yana ko'pchilik mana bu fraktal mana bunaqa chiziladi. Bu ko'pchilik yana sellga kiradi. Соответственно, также mana bu zona stop zona hisoblanadi. Nimagaki, mana bu sellchilar kirgan. Agarda kimdaki mana bu sellga kirgan bo'lsa, vaqtida save qilgan bo'lsa yoki bitim yopgan bo'lsa juda yaxshi. Lekin aynan mana shunaqa harakatlar atilab narx tomonidan hosil bo'ladi. Nima uchun? Ya'ni talpa, retail traderlar savdoga kirish uchun shu narsalar hosil bo'ladi. Demak, biz ko'rishimiz mumkinki, narx nima qilib beryapti bizga. Mana narx kelib mashtigi polniy likvidlarni olyapti, mana ko'ryapsizlar. То есть mana bu likvidность olindi, bu minimum olindi, bu minimumda buyga kirgan traderlarni stopi hammasi buni tagida. Plus bizada bitta Londonni minimumi turibdi. Mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, London minimumi biz uchun также muhim. Biza kelib shu zonaga, mana shu zonaga kelganda mana svichani holati. Biz svichalarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Mana aynan biz belgilagan zonaga, ya'ni M1 order blokka narx kelyapti va bizga nima qilib beryapti. Mana impuls kelyapti bu yoqqa. Impuls keldi, mana korreksiya bo'ldi va kuchli bir impuls bo'ldi. To'g'rimi? Va biz uchun mana bu zonani perihayi muhim birinchidan. Ikkinchidan aynan mana bunaqa svicha biz uchun уже order blokka aylanadi. Qachonki biz aynan shu svichani tepasida tana bilan yopilsak. Mana bu svichani men hozir belgilab qo'ydim. Ya'ni bizda bu svicha likvid bilan ishlagan kuchli bir svicha bor. Mana biz oldingi svichani minimumini olamiz. Kuchli bir impuls pastga tushdi. Biz ochiq qolib ketgan zonani test qilyapmiz bu yoqda. Va aynan mana bu hayni biz buzib o'tsak, mana impuls, korreksiya, impuls va shu hayni bizda hay buzilsa, bizda уже struktura, ya'ni M1 struktura buzildi deb faraz qilishimiz, o'sha taxmin qilishimiz mumkin va уже biza buyga pozitsiya ochishimiz mumkin. Lekin undan tashqari aynan mana bu hay, mana bu bosdan, ya'ni chochdan tashqari bizda bu yerda kuchli mana bunaqa svicha holati bor. Ya'ni uzun soya, kichkinagina tana va bu svicha biz belgilagan zonani test qilyapti. Bo'ldi, bu biz uchun order blok bo'ladi. Agarda narx bu zonani keyingi svicha bizga уже bu zonani perihay qilmasdan mabodo mana bunaqa kelib pastga kelib test qilsa yoki yuqori qismidan yoki sal pastroq, farqi yo'q. Уже mana shu blokni bizga test qilsa, уже bu yerdan buy olish mumkin va stopni aynan mana shu minimum tagiga qo'ysa bo'ladi. Nimaga? Chunki уже bu yerda likvid bilan narx ishlab bo'lgan. Ya'ni bu aynan mana shunaqa svichada bu bizada bizning kursimizda точка входа номер 3, ya'ni 3-точка входа hisoblanadi. Qachonki biz mana bunaqa kuchli bir soyali svichnoy pattern ko'rsak.
Demak, mana keyingi switcher bizga bu maksimumni tana bilan yopmayapti, lekin aynan mana bu biz ko'rgan switchani tepasida o'sha tana bilan yopildi. Bo'ldi. Bu biz uchun уже signal. Biz mana bu joydan buy olishimiz mumkin. Stopni aynan shu minimum tagiga qo'yiladi. Minimum tagiga qo'yiladi va tag masalasi o'rtoqlar. Tag masalasi. Qayerqa biz tag qo'yamiz. Mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, boya men sizlarga tushuntirganimdek, mana buni ham yana cho'zish mumkin bu yoqqa. То есть bizada уже mana bu полный highlar biz uchun likvidnost bo'ladi. Ya'ni narx kelib shu zonani olish mumkin birinchi. Undan keyin mana bu zona narx uchun juda qiziq. Aziya high narx uchun juda ham qiziq bo'ladi. Mana shu zona juda ham qiziq bo'ladi va undan yuqoridagi mana shu полный ochiq qolib ketgan, boya sizlarga ko'rsatgan, ochiq qolib ketgan mana bu maksimumlar narx uchun juda muhim bir magnit sifatida hisoblanadi. Shuning uchun narxi biz aynan mana shu ochiq qolib ketgan highlar va undan tashqari kechagi oldingi kun, ya'ni dushanba kunni maksimumni tepasiga qo'yamiz. Nima uchun? Chunki aynan bu yerda ham bizda ko'pchilik treyderlar savdoga kirgan. Nima? O'zini modellari bo'yicha boshqa aynan mana bunaqa struktura buzildi. Mana bu yerda ko'pchilik sellga kirib, bu zonamiz tepasida ham takже stop losslarimiz juda ham ko'p. Ya'ni bu yerda stop losslar, mana bu yerda stop losslar juda ko'p bor va narx uchun aynan shu treyderlarni stop losslari juda muhim. Shuning uchun biz aynan mana shu zonaga narxi take profit qo'yishimiz mumkin. Соответственно, mana bu yerda misol uchun biz 50% save qilishimiz mumkin. Mana shu zonalarda nimaga? Chunki likvidnost Aziyani highni olganimizdan keyin hech kim bilmaydi. Kim bo'ldi yangilik chiqadi, balki narx pastga ketish ehtimoli bor. Shuning uchun vaqtida biz save qilishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta muhim narsa o'rtoqlar, mana bu yerdagi high tepasida, mana bu high tepasida men bunday chiziq chizib beraman va aynan shu zonalarda narx kelganda reaksiyani kuzatishimiz kerak bo'ladi. То есть ketdi. Mana bizda bitim hali ochilmadi. Aynan mana shu zonani biz test qilsak, biz уже keyin bitim ochsak bo'ladi. Demak, mana narx keldi, bo'ldi. Test qilyapti. Biz kutgan, ya'ni mana bu switchani, likvidnost yechgan switcher, mana bu order block switcherga aylandi. Mana biz shu zonani test qildik. Biz bu yerdan уже struktura buzilmasdan turib buyga kirishga imkoniyatimiz bor. Bu yerdan bizda narx kelib chiroyli отработка berishi boshladi. Birinchi highimiz olindi. Ahamiyat beringlar. Birinchi high olingandan keyin switcher qanaqa o'zi holati, ya'ni mana bunaqa holatda ko'pchilik sellga olishi mumkin, lekin bu bir yolg'on harakat. Nimagaki? Chunki biz tana bilan yopilmayapmiz. Ya'ni mana bu yerda to'g'ri, mana bu yerda kichkinagina bitta anaqa bor. Lekin bu hisoblanmaydi, chunki bizda bitta takже fair value gapimiz bor. Mana bu fair value gap bu zonani ushlab turibdi. Ya'ni narx ushlab turibdi. Biz bu yerdan pastga tushib ketmadik. Aynan mana shu holat bo'yicha biz hali yuqori sal teparoqda yana gaplashamiz. То есть mana biz ko'ryapmiz, narx keldi. Mana bu yerda bizda amerikanskiy sessiya boshlandi. То есть Amerika sessiya ochilishi bilan bizda kuchli bir manipulyatsiyalar boshlandi. Bizda ochuv bitimimiz bor. Kecha sizlarga mana shu joyda men buy chunki men bu ulgurmadim to'g'risi yetishga. Demak, biz nima ko'ryapmiz? Narx kelib yangilik hozir bizda soat 18:30 da boshlanish kerak. Mana bu yerda ham Aziya high olindi.
Asia high olingandan keyin qaranglar qanaqa qilib biz yopildik. Biz tana bilan yopilyapmiz. Ya'ni biz pastga soya berib ochuq soya qoldirmasdan, ya'ni diapazon ichiga qaytmadik. Tana bilan yopilyapmiz. Tana bilan tepasida yopildik. Bu yoqda bizda уже yangilik boshlanishi kerak. Mana bu keyingi switcha bizda уже yangilik olib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu bizda CPI boshlandi. CPI paytda men kursda o'rgataman, aynan yangilik paytda qanaqa qilib savdo qilishlarini. Men обязательно hammasini kursda men tushuntiraman. Va bu yerda ham xuddi shu logikani asosida bitim ushlab turildi va undan keyingi bitim ham aynan shu yangilik bilan ishlash logika bilan ishlangan, ochilgan. Demak, qaranglar, mana bu yerda bizda ochuv turgan high'imiz bor. Mana birinchi turgan minimum maksimumimiz bor. Mana bu tepasidagi chiziq bu mana bu yerda turgan maksimumi tepasidagi chiziq. Bu joylarda narx qanaqa qilib ishlashini ko'rishimiz kerak. Mana birinchi kelganda biz mana bu yerda reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Narx mana bu yerda sell berildi kecha sizlarga, lekin boya aytganimdek, nima uchun men safe bilan ishlaylar deb aytaman. Chunki mana bu yerda likvidnost bor bizda. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, narx kelyapti, impuls, mana bu yerdan impuls bu yoqqa keldi. Bitta impuls davom bo'ldi, korreksiyamiz bor. Mana bu yerda impuls bor, mana korreksiya bor, impuls, korreksiya. Mana bu ichki likvidnost olindi va narx buni perihigh qilmasdan mana pastga harakat qilyapti. То есть mana biz uchun birinchi turgan likvidnost bu bo'ladi. И buni tagida biza также impulsli switchani fair value gapimiz bor, lekin bu fair value gap уже bizda test bo'lgan. То есть mana bu biz uchun sell side liquidity bo'ladi. Buni olgandan keyin narx yana tepaga ketish ehtimoli bor. Nima uchun? Chunki boya aytgandek, narx likviddan likvidgacha yuradi. Tak, buni olib qo'yamiz va davom etamiz. То есть narx keldi, bizga sell side liquidityni yechdi. Sell side liquidityni yechib, bu yerda sizlarga safe bilan ishlanglar deb maslahat berildi. Narx tepaga ketib, ahamiyat berishimiz kerak. Narx nima qoldirib ketyapti? Bu yoqda biz ko'ryapmiz, narx kuchli trendoviy liniyamiz bor. Ya'ni bizda bu yerda buy kirgan treyderlarning stoplari hammasi aynan mana shu trendoviy liniyaning tagida qo'yishadi. Также bu yoqda ko'rishimiz mumkin, bizda mana bu ochuq qolib ketgan ikkita minimumimiz turibdi. То есть mana bu minimum bilan ishlamagan. Также buni tagida stop losslarimiz bor. Bu narx uchun bir magnit sifatida hisoblanadi. Chunki bu yerda buyga kirgan treyderlarning stopi ko'plari mana shu zonada joylashgan. Narx kelyapti. Mana shu zonaga kelganda biz yana biz tana bilan mana perihigh qildik. То есть bu mana bu ikkita highni, ya'ni likvidnost sifatida biz уже qoldik. Bizda ochuq olib ketgan oldingi kun maksimumi bor. Mana buni bundoq qilib qo'yamiz, belgilab qo'yamiz. Shu zonani biza mana ahamiyat bergan bo'lsak, mana bu ochuq olib ketgan likvidnost. Narx juda sevadi mana shunaqa narsalarni qoldirib keyin shu zonalarni olishga harakat qiladi. Narx kelib shu zonani bizda olyapti. Qaysini olyapti? Mana o'zi ham olganda hammasini olmay, mana bu yerda ochuv likvidlar qolib ketgan. Mana bu yerda biza boya aytgandek oldingi kun, ya'ni bu bizda seshanba, dushanba kunni high turibdi. Eng yuqori shu paytgacha eng yuqori tillani maksimumi, ya'ni all time high zonamiz turibdi va eng muhimi biz bu yerda qaysi tartibda kelishimiz shu zonaga. Ya'ni men bolalarga kursda aynan shu situatsiyani ko'rsataman, tushuntiraman. Ahamiyat bergan bo'lsak, biz kuchli bir impuls bilan shu zonani perihigh qildik. Ya'ni
bizada mana bunga o'xshagan uzun soya yoki mana bunga o'xshagan uzun soya yo'q bu yoqda. Uzun soya yo'q. Bu yoqda aytgancha biza уже take profitimizni oldik. O'zi ham cho'tki bir krasivый harakat bo'ldi. Buni sekin olib qo'ysak ham bo'ladi. Endi bu yoqda narx mana bu minimum также narx uchun hozir bir likvidnost bo'ladi. То есть mana bu minimum. Bu minimum bilan ishlamagan crosslar mana bu biz uchun также likvidnost bo'ladi. Bu ham likvidnost. Ya'ni biz kuchli bir harakat bilan mana tepaga kelib hamma chap tomondagi turgan sellchilarni stoplarini oldik. То есть mana bu yerda ham stop oldik, bu yoqda ham stop oldik. Bu yoqda stop oldik. Hammasini stoplarini yig'ib chiqdik bu yoqda. Va qaysi tartibda, ya'ni mana bunaqa kuchli bir impulsda kelyapmiz shu zonaga. Va ahamiyat berishimiz bizda nima narx qoldirib ketyapti. Demak, mana nima bor bizda bu yoqda? Bizda hozir mana bu yerda fair value gap, ya'ni M1 fair value gap hosil bo'lyapti mana shu zonada. То есть biz kuchli bir impuls oldingi kun maksimumi buzilganda bizda fair value gap hosil bo'ldi. Fair value gap. Bizga nima kerak? Shu zona bizda hurmat qilinsa, narx tomonidan biz tepaga ketishimiz ehtimoli bor. Agarda biz shu zonani hurmat qilmasak, hurmat qilmay biz bu zonani proboy qilsak, biz уже bu zonadan test olib, уже bu yoqqa sellga ketishimiz ehtimoli bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana narx bu yoqda korreksiya bo'ldi. Bitta impuls bilan kelyapmiz. То есть bizda bironta korreksiya yo'q bitta. Mana bu joyda ham bizda korreksiya yo'q. Bu yerda ham hech qayerda korreksiyamiz yo'q. То есть biz kuchli bir impuls bilan kelyapmiz va bizda struktura buzilishi, M1 struktura buzilishi aynan mana shu joyda bo'ladi. Tushunyapsizlar? Lekin men hozir aynan mana shu fishkani tushuntiryapman. Ya'ni biz kuchli bir impuls bilan kelyapmiz. Fair value gap M1 bizda hosil bo'ldi bu yoqda. Qaranglar, ahamiyat beringlar. Mana keyingi mana bu qora svicha, oldingi svichani highni biz olyapmiz. Qayerda yopilyapmiz? Biz aynan oldingi svichani ichida tana bilan yopildik. То есть bizda mana bu svichamiz qora. Xuddi mana shunga o'xshagan situatsiyaga o'xshagan svicha bizda bo'lyapti. Ya'ni biz oldingi svichani highni oldik. Bu yoqda plus aynan mana bu svichani ichida tanasi bilan yopildik. Endi biz nima ko'rishimiz kerak? Biz mana shu zonani narxi hurmat qilmasligini yoki hurmat qilishini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Narx kelyapti. Mana bizda hozir fair value gap, ya'ni mana bu disbalans narxi ushlab turibdi va biz likvidnost yechgan svichani также likvidnostini olyapmiz mana bu yoqda. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana likvidnost olinyapti. Biz soya bilan olib, tana bilan pastda yopildik. Hozircha mana bu zona bizani ushlab turibdi. Ya'ni boya aytganimdek, biz bu zonani proboyini ko'rishimiz kerak. Bu zona proboy bergandan keyin, undan keyin biz bundan sell qidirishga harakat qilamiz. Yana bizda perihigh bo'lyapti. Ahamiyat bergan bo'lsak, bironta tana bilan yopilish yo'q. Hammasi soya bilan bo'lyapti. To есть bizda har doim fair value gap reaksiya bergandan keyin bizga likvidnost kerak. Biz kelib likvidnostni oldik bu yoqdan. Likvidnost oldik va keyingi svicha bizda aynan mana shu fair value gap zonani уже hurmat qilmayotganini ko'rsatyapti. То есть biz уже bildik. Biz kuchli bir harakat bilan kelib oldingi kun maksimumini oldik. Bu bir. Ikkinchidan mana bu yerda fair value gap disbalansi biz hurmat qilmayapmiz. Bu ikki. Bu zona biz uchun уже zona поддержки hisoblanadi va aynan mana shu paytda sizlarga mana bu yoqqa qaytsak, bundan sell
olinglar degan g'oya beriladi. Sootветственно, buni tepasi eng yuqori точка bizda mana bu high. Bu zonaga biz keladigan bo'lsak, biz bu yerda sell olamiz. Aynan buni tepasida biz maksimum tepasiga stop qo'yiladi va take profit masalasi o'rtoqlar. Take profit masalasi boya aytganimdek, demak mana bizda narx mana likvidnost qoldirdi. Mana bu yerda bizda ochuv likvidnost bor. Bu yerda bizda ochuv likvidnostimiz bor. Va mana bu Amerikani manipulyatsiyasi bor bu yoqda. То есть bizda mana bu yoqda narx ochilishi bilan bizda qanaqa qilib ochildi? Narx kelib impuls bo'ldi, korreksiya bo'ldi, mana impuls bo'ldi, mana korreksiya bo'ldi, impuls, korreksiya и прямой bir impuls bo'ldi. То есть mana shu zona проторговки, ochuv qolib ketgan, mana shu zona biz uchun bir take profit sifatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana bu yashil svicha, bu bizda kunli svicha hisoblanadi va kunli svichani ochilish joyi mana bu yerda bizda. Ya'ni agarda biz buni chapga tortadigan bo'lsak, ertalab soat 10 qatda edi, mana bizda mana shu. Ya'ni mana ertalab soat 10, bu bizning Toshkent vaqti soat 10, Amerikada 12 bo'ladi, ya'ni kun ochilishi bo'ladi va shu zona New York Midnight zonasi hisoblanadi. Aynan shu zonagacha уже bitimni tortish mumkin bo'ladi. Mana hammasi M1da sizlarga ko'rsatib tushuntiryapman. Lekin qaranglar, M1 bu asosiy time frame emas. Bu M1 bu bizda уже oxirgi time frame. Biz katta time framedan boshlab kichkina time framelarga kelib, aynan M1 bizda уже oxirida ishlatamiz. Ya'ni biz M1 ni ochib savdo qilmaymiz. Bu katta time framelardan boshlab M1 bizda завершающий, ya'ni oxirgi точка входа uchun hisoblanadi. Ya'ni kontekst emas, aynan точка входа. Kontekstda biz katta time frame'da уже aniqladik. Bizda kuchli bir previous day high zonamiz bor. U yoqda pastda Frankfurt likvidnost bilan ishlash va hokazo. Demak, narx mana bu zonaga bizga kuchli bir impuls berdi. И ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizda также mana bu yerda bizda impuls bo'ldi, korreksiya bo'ldi pastga. Biz kuchli bir impuls bilan tepaga ketdik. Ya'ni bu yerda bizda zonamiz sell to buy zonamiz bor. Narx именно shu zonaga kelib bizga mana test qilyapti shu zonani, sell to buy zonamizni. Va bu hali ham biz uchun aktual. Ya'ni biz bu yoqqa kelganda biz bu yerdan уже sell olishimiz mumkin bo'ladi. Narx keldi, bizda bitimimiz ochildi, stopimiz belgilangan. Va biz ko'ryapmiz mana kuchli bir impuls bilan biz narxi pastga tushishini ko'ryapmiz. Mana kuchli bir impuls. Mana buni olib qo'ying. Buni sal chetroqga oling. Demak, mana bizda minimumimiz bor va narx kelib hamma mana shu likvidnostlarni oldi. Mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, hamma likvidnostlarni olyapti. То есть biz mana bitimimiz ochuv hali ham. Va ahamiyat bergan bo'lishimiz, anaqa qilishimiz kerak. Mana qaranglar, narx impuls beryapti, korreksiya. Yana impuls beryapti, korreksiya. Mana bu yerda impuls beryapti, korreksiya va kuchli bir impulsimiz bor bu yoqda. Дальше. Qaranglar. Narx mana impuls davom etyapti. Mana shu zonagacha. Keyin bu yerda korreksiya berdi va mana bu pastki minimumni biz mana bu yerda перелов qilyapmiz. Ya'ni likvidnostni olyapmiz. Mana qaranglar. Likvidnost olindi shu zonada. Biz yana diapazon ichiga qaytdik. Kursda также bizda birinchi savdoga kirish nuqtamiz bor. Bu yerda mana bizda inducementimiz belgilangan.
judayam biz bu zonani industriyani tepasida order blok qidirishimiz kerak bo'ladi. Qani bizada bitta order blok. Qani shuni hozir birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. То есть mana bu bizada sell to buy, mana bu buy to sell zonamiz, mana buy to sell zonani test qildi. Bu yerda bizda mana pastga tushdik. Pastga tushdik. Bu yerda ham bizada buy to sell zonamiz bor. Ahamiyat bersanglar, mana buy to sell zonamizni biza kelib shu zonani test qildik. Bu yerda yana nima ko'rishimiz mumkin? Bu yerda bizada fair value gap disbalansimiz bor mana. Disbalansimiz bor. Chiroyli olib qo'ying. Biza ko'ryapmiz, что biz bu disbalans ichiga kirganimizdan keyin bizada также likvidность bilan ishlash bor. Ya'ni mana bu switcha bizada oldingi switchani high'ni olyapti bu yoqda. Plus undan keyin tana bilan pastda yopildi. Ya'ni mana bu switcha biz uchun order blok bo'ladi. Va mana bu test aynan shu blokni testi bo'lyapti. Narx kuchli impuls beryapti. Endi biz uchun ochuv qolib ketgan, ya'ni blokni test qilgan zona biz uchun muhim bo'ladi. Fair value gap zonamiz biz uchun kerak. Ya'ni qayerda bizda bor fair value gap? Mana bu yerda bizda fair value gap zonamiz bor. Demak, mana bu biz uchun также order blok hisoblanadi. То есть narx bu zonaga hali kelmagan, bu biz uchun order blok bo'ladi. Narx mana bu low, ya'ni minimumni olgandan keyin mana buni olib qo'ysam yaxshi ko'ryapsizlar. Mana bu yerda pere low degan narsa bor. Ya'ni biz bu yerda likvidnost olib shu zonadan tepaga kelib mana bu investmentni olamiz va mana bu impuls ichida bizda ochiq qolib ketgan zonamiz bor bu yoqda. Narx kelyapti. Mana order blokimiz bor. Fair value gapimiz bor bu yoqda. Mana ahamiyat berganimiz xuddi mana shunga o'xshagan situatsiya. То есть mana buni olib qo'yaman. То есть mana biz kelyapmiz, kuchli bir impuls bilan keldik mana. Kuchli bir impuls bilan keldik. Mana narx kelib soya bilan oldingi switchani high'ni olyapti. Oldingi switchani high olinyapti. Order blokimiz, M1 order blokimizni test qilyapti. M1 order blokimizni test qilyapti. Bo'ldi, mashdan yana sellga biza harakat qilishimiz mumkin. Qachonki biz mana bu switchani tagida уже tana bilan yopilsak. Narx keldi. Mana biz tana bilan tepasida emas, aynan bu switchani tagida yopildik. Bo'ldi, biz uchun keyingi switcha yoki undan keyingi switcha farqi yo'q. Любой bir switcha buni test qilsa, biz bu yerdan yana sell olishimiz mumkin bo'ladi. Nega? Chunki bu yerda bizga yana likvidnost hosil bo'ldi. То есть bu texnik treyderlar shu figurani juda ham yaxshi bilishadi. Bu bizda kanal hosil bo'ldi. Как flag, mana bu yerda перевернутый flag deyiladi. Va xuddi shu masofani kamida shu masofani yurib berish kerak bo'ladi. То есть mana likvidnostimiz bor. Undan oldin mana likvidnostimiz bor edi bu yoqda. Hammasi bir xil situatsiya. Demak, men buni, то есть men bu yerda sizlar savdoga kira olmagan bo'lsanglar, mana men bu yerda savdoga kirishga imkoniyatingiz bo'ladi. Bu yerda yana sell olishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki biza aynan mana bu blokni test qilsak. Bu yerda order blok stopni bizada hali mana bu ham order blok aktual. Shuning uchun stopni bu blok tepasiga qo'yiladi. Bu yerda уже fair value gap test bo'lgan, buy to sell harakati test bo'lgan. Shuning uchun bu blokimiz aktual. Bu yoqda stopimiz aynan mana shu zonani tepasiga qo'yiladi. То есть tushundinglar, mana bu yerda vaqtida kirishga ulgurmagan bo'lsanglar, sizlarda yana aynan mana bu logikani asosida yana savdoga kirish imkoniyatingiz bo'ladi. Mana bizda ishladi. Mana chapga olamiz. Va narx kuchli bir impuls bilan mana bu zonalarni hammasini olishga
harakat qilib mana kelib biz kutgan zonani, ya'ni New York Midnight, mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu bizada kunli svicha aynan shu zonagacha narx keldi. Mana bizada ikkita bitim ochildi bu yoqda, yoki bitta kimga qanaqa kimdir bu yoqda kirolmagan bo'lsa, то есть bu bizada aynan точка входа номер 1 bo'yicha selga kirildi. Bu bizada точка входа номер 4 bo'yicha savdoga kirildi. Bu yerda bizada точка входа номер 3 bo'yicha to'g'ri, 3 bo'yicha savdoga kirildi. Mana o'rtoqlar, sizlarga kechagi ochilgan bitimlarni logikasi bo'yicha sell va buylarni tushuntirdim. To'g'ri, mana bu yerda как раз shu Amerika sessiyaga kelib biz уже bu yerda sekin narx bizada также reaksiya berishi boshladi. No, safe bo'lgandan keyin narx yaxshigina cho'tki ishlaverdi. Safe bergandan keyin, to есть mana vaqtida kirib, vaqtida chiqish kerak. To есть mana vaqtida kirmagan odamlar narx уже tepaga otilgandan keyin vaqtida yopmaganlar уже mana ko'pchilik yopishni boshlaydi. Vaholanki bu yerda ham xuddi shunaqa likvidность yasadi. И mana bu yerda ham xuddi shu situatsiyani bizga qilib beryapti. Mana likvidность yechilishi va shunga yarasha также mana likvidностьgacha biz ko'tarildik. Уже bu yog'iga narx bizga aynan biz kutgan zonamizni test qilib beryapti. Ya'ni mana ko'rasizlar, ochuv zonalarni hammasini narx yopyapti. Birinchi kelib bu zonani yopdik, test qildik, bu yoqqa qaytdik, yana pastga tushib, mana bu yerda turgan ochuv zonamiz belgilandi. Undan oldin mana bu zonamizdan narx kelib bizga reaksiyani beryapti. Mana bu yoqda mana bu yerdan buy berildi. Aynan mana shu zonadan yaxshigina ishladi, safe'lar ham qilindi. Keyin kechasi to'g'ri bizada перелов bo'ldi. Перелов bir necha marta aytgancha mana bu yerda ishladi bizada. Kechasi to'g'ri bizada уже перелов bo'ldi, chunki narx уже likvidlarni qoldirib ketyapti. Narx uchun likvidность juda muhim. Bu likvidностьlarni, mana bu likvidность уже narx uchun qiziq va muhim likvidность hisoblanadi. Lekin logika o'sha bizada ochuv qolib ketgan, tepada haylarimiz qoldi. Mana shuncha haylarimiz ochuv, mana bu yerdagi haylarimiz hammasi ochuv. Demak, bu yerda bir model bersa, biz yana tepaga buy olishga mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, bu kechagi ochilgan bitimlar to'g'risida sizga berilgan ma'lumotlarim edi. Qiziq bo'lsa, kommentariy yozinglar, aloqaga chiqinglar. Salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qiling.